7 milyon satmagan Cungo Kızıl dep namagan qo'shqami. Ma qo'shqanniki faoliyati tugashga necha kun qoldi? 3 gün. 3 kundan vaqt qoldi. 3 kundan keyin faoliyatining qanday orqaligini hozir Abdurumjon deb deydi. Faoliyatniki 1-darajalik mukofotni yetadish. 50 ming koy naqd pul. 2-darajalikka, 30 ming koy. 3-darajalikka, 20 ming koy. 4-darajalikcha. Qolgan 7'den 10 ming koydan 70 ming koy naqd pul. 10 turlik mukofot bor. Mush qo'shqan navbat ag'alniki soni biyak bada. Biznikin faoliyatni hamda yakshanba kuni esa yakshanba kuni mishada o'tkazamiz. Mukofotlash ilib boramiz. 1-darajalik ag'allar, 2-darajalik chiqqanlar mukofotni qabul qilsa bo'lar edi. Yakshanba kuni mishada qilib ko'rishmas. Hammaylar mishada kan ko'lamda shundaymi? Bir kun mishada mukofotlash ilib boramiz. Andikan ma qo'shqanniki ma paqlan tushundinglar, Abdumjon. Qo'shqa ağaçının bolsa o. Qo'shqavlan chiqsa Navrulanda. Davra. Mana shu vaqt va 650 ming koy satmadım hazır. Aldım. Yaqin ilanlar. 1 milyon bolsa satma, umusu bakma deb qo'ygan. 50 ming koy satmagan qo'y. Aniki 8 oyga qoldi hazır. ma 7 milyon satmagan Cungo Kızıl deb namagan qo'shqanniki yaqin ustiga gana quloqman. Mo'yda bos bola. Qo'shqanning navbati biz aldiqdim deyishgan 10 ming koydan. 10 ming koydan bo'lgan. Muş faaliyet tugisa, faqlan qo'yga 15 ming koy, cho'ng qo'yga 20 ming koy olib selib mağamiz. Shunday gap. Anda sen 3 kun vaqt qoldi. Navbat atqanlar 3 kungacha ilib olsanglar bo'ladi. Qo'shqanniki o'rna yakan naya qarso iza bozor ichida. Abdurumjon bilan aloqalasizlar. Telefon nomeringlar? 176 949 342. Aloqalashib vaqt baylanib qoldisa, biz yakshanba kuni mush qo'shqan navbat ag'an qolning hammalarini mishaga yig'ib, faoliyatni mukofotlashni olib boramiz.